350 ming so'mdan boshlab telefonlarimiz sotiladi arzon narxda. Faqat bir dona bunisi 350 mingga ikkita ekan, bittasi sinig'i bor ham. Popcorn firmasiniki bor 350 ming so'mga 32 talik. Buni imekasi o'tmaganicha arzon. Qolgan hamma yo'g'i zo'r. Ishlataverasizlar, rasm, video, bola chaqalar bir narsalarni o'rgangani, o'qishga, yozishga, chizishga, multfilmga, YouTube, internetlarga ishlayveradi, zo'r. Faqat sim karta o'qimaydi xolos, qolgan hamma yo'q yaxshi. Xolos, imekalardan o'tkazib olsanglar ham bo'lar, 1-2 ming so'mga o'tsa kerak. Redmi Note 8'imiz bor, singan joylari borligi uchun arzon, 464 talik. Telefonimiz 350 ming so'm. Endi bularga garantiya yo'q, arzon telefonlar, lekin hammasi ishlaydi, xudo xolasa. 450 ming so'mga Redmi 9'imiz ham bor, holati yaxshi. Buni ham aybi yo'q, xudo xolasa. 450 ming so'mga Itel firmasini A48 ham bor, 32 xotirali, hamma yo'q zo'r, 450 ming so'm. 64 xotirali ham bor, 450 ming so'mga Infinix Smart 7'si. Xo'p, Tecno'niki bor 550 ming so'mga 32 xotira, ixcham radnoy holatda, hamma yo'g'i zo'r. Samsung'niki ham bor 550 ming so'm qilib beramiz. Bunisini 464 talik A02s mi, A03s bo'lishi kerak. Redmi 9 holati yaxshisi 464 taligi 550 ming so'm. Redmi Note 8 650 ming so'mga radnoy holatda 464 talik, hamma yo'g'i yaxshisi, imekalardan o'tgan holat. Redmi A2 Plus 464 talik, hamma yo'g'i zo'r, aybi nuqsoni yo'q. Imekalardan o'tgan holatda 464 talik 650 ming so'm. Samsung A50 axtarayotganlarga 850 ming so'mga holati yaxshisi bor, 464 talik radnoy holatda. Samsung Galaxy A24'imiz bor, korobka dokumenti ham bor. Ekranni alishgan xolos, lekin A24 BG 6128 talik 650 ming so'm. Redmi 13'imiz bor, holati yaxshi. Aybi xudo xolasa buni ekranni alishgan, lekin yaxshi alishtirilgan, ishlatib yurishgan telefon 8256 talik 750 ming so'm. Samsung Galaxy A22 BG 850 ming so'mga 6128 taligi. Redmi 14C telefonimiz 850 ming so'mga 4128 taligi, holati yaxshisi. Itel firmasiniki Power 60 mi shunaqa edi modeli, 6256 talik bo'ladi. Batareykalari mashina telefonda atiga 850 ming so'm qilib beramiz. Redmi Note 8 Pro orqa kirish kassacha sinig'i bor xolos, qolgan hamma yo'q zo'r. 850 ming so'm qilib beramiz, oldiga 64 talik 60 FPS ko'taradi. Hop, bu telefonimiz Tecno firmasiniki eng kuchlilaridan, Tecno Power Neo 6'si eng zo'ri, 7000 ampere batareyka, 8 ga 128 talik. Telefonimizni 1 million so'm qilib beramiz oxiri. Samsung Galaxy A51'imiz ham bor. A51 holati yaxshi, 6 ga 128 talik, 950 ming so'm arzon narxda. 1 milliondan pastidagi telefonlarimizni ko'rsatdik. Faqat bir donadan bular ulgurib olinglar. Kirobkani telefonni narxiga bular. Vashshi arzon narx. Hammasi ishlayveradi, xudo xolasa, mazaq ishlatsa bo'ladi. Puliga arziydi. Endi hamma ham palon millionga yaxshi telefonni ololmaydi. Puliga tegadiganlar mana foydalanib olinglar. Arzon narxda olib ishlasanglar bo'laveradi. Hammasini Telegram, Instagram, YouTube'lari ishlayveradi. Rasm, video, muzikalar yaxshi. Sim karta tushadi, imekalardan o'tgan holatda.